Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Yurtimiz ahli, fermer, chorvador aka-ukalar, dehqonlar, mana Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani 27-aprel 2026-yil Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida 4 gektarlik dalamizga Xitoy makka urug'ini ekkanmiz. 1-aprel holatida mana ko'chatlar bir tekisda unib chiqqan, bexato, xudo xolasa silos yo'nalishi bo'yicha oralig'ini 20 sm ga qo'yib ekkanmiz. Ekilish jarayonida 100 kg mineral o'g'it, 100 kg amofos, 100 kg sulfat amoniy dori mineral o'g'itlar bilan qo'shib ekkanmiz. Mana urug' 98-99% chiqqan. Xudo xolasa mana birinchi kultivatsiya qilish jarayoni. Birinchi yengil, mana ko'm bormaslik uchun torroq qilib, yengilroq qilib yapsiz. Xudo xolasa ikkinchisini keyinroq qilib, makka jo'xorini yoniga yaqinroq qilib, chuqurroq holatga olamiz. Chuqur qilsa ko'm boryapti. Begona o'tlariga qarshi 75% Titus herbitsidini qo'llaganmiz, har yili qo'llayapmiz. Chunki uni foydali tomoni tarkibi ikki xil, nimesprom bilan nikel-nimesprom moddasi bor. U bir vaqt o'zida ninabak va yapaloqbakda ham begona o'tlarni quritish xususiyatiga ega. Mana oralig'i ham yaxshi, narmali, zo'r bo'lgan. A'lo darajada chiqqan. Mana birinchi ishlarni boshladik, xudo xolasa. Xitoy 67 navimiz. Bosqichma-bosqich ishlar davri o'sish jarayonlarini xudo xolasa nasib qilsa, hosilni yig'ishtirayotgan mahallarda ham videolarni tashlab boramiz.